Assalomu alaykum. Biz hozir Samarqand viloyati Samarqand tumani Yangijoy mahallasidagi 901-konturdamiz. Bu konturimizga karam ekib yetishtirilib parvarish qilib kelinmoqda. Konturimizga Xalq banki tomonidan aprel oyida asoslantirilgan. Karamlarimiz hozirgi kunda tabiiy va mineral o'g'itlardan foydalanib parvarish qilinmoqda. Tomchilatib sug'orish yo'li bilan. Bu konturimiz 4 gektarda tashkil qiladi. Uy maydoni kutilayotgan hosilimiz 50-55 tonnani tashkil qilyapti. Ikkinchi yig'ishtirib olish hosilimiz iyul oyida yig'ishtirib olinadi. İkinci ekinimizga bodring ekish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda karamlarimiz yaxshi parvarish qilinmoqda.